20 ming so'm ekan. Oddiy poyabzal. Oddiy. Nereden kilosu? 40 oldu. 40. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'rmoqdaysizlar. Mana bugun kunlardan ham juma. Juma yomi, hayitga bir hafta bor. 13-mart Ramazonning 24-kuni do'stlar. Mana qishloq bozorlarida to'la odam, hayit yaqinlashyapti. Ramazon hayiti. Narsa juda ham qimmat narx-navo do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlaydilar. Mana hamma kim shu hayitga tayyorgarlik. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlaydilar. 13-mart Ramazonning 24-kuni. Mana bu yerda hamma kim narsa savdo qilyapti. Mana u ko'kat. Mana oddiy poyabzal. Harmanlar o. Dayanma tekrar. Nereden bu çepler? Çepler 100 rupiya. 100. Mana 20 ming so'm ekan. Oddiy poyabzal. Oddiy. Shunaqa do'stlar, narx-navo qimmat. Mana bu yerda olmalar bor. Nereden kilosu? 40 oldu. 40. 40 apqoni bu bo'ladi 8 ming 9 ming so'm atrofidan 1 kilogram olma. Mana bu yerda termos deydi, bu yerda choy quyib ichiladigan. Termoslar nereden acaba? 350. 60 ming so'mdan ekan. Bir donasi 60 ming so'm shular. Mana do'stlar, bozor to'la odam. Hayit yaqin, hayit bayrami bir hafta qoldi. 24 bo'lsa 6 kun bor hayitga, 6 kun. Hamma kim shu hayitga tayyorgarlik, kiyim-kecha, poyabzal, ro'zg'orlik, shunaqa nimalar do'stlar. Mana bu yerda afg'on qo'y bor ekan. Qancha deysiz, buni oldingizmi? Ha, qancha oldingiz? 17 rupiya. Ey nam xudo. Erkek mi? Erkek qocha. Mana 17 ming. 3 millionga olibdi, 3 millionga.